Zaharlik mushavir Jashuy. Zodi qanday kishi? Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa biz 3 podshohlik yana davomli so'zlab ketdik. 3 podshohlikdagi texim ko'p mazmunlarni ko'rmoqchi qolsanglar, yurak berib saqlab etgandan keyin meni qo'shib olinglar. Texim sarxil mazmunlar davomli so'zlanib turdi. Endi bu Jashuy degan kishi zodi qanday kishi? Bu Jashuy yangi 3 podshohlik filmida unchalik pek chiqib ketmaydi. Ammo ko'n 3 podshohlik filmida buningki ko'rinishlari xeyli bor. Albatta tarixdimi buningki yaldamisi xeyli ko'p. Buning ish izlari nihoyat chiqdi. Endi Jashuyni baholab qolsak, men qanday baholayman degan vaqtda keskin, aqlliq, iqtidorliq, zaharlik ham o'zini yushira oladigan, kamtarmi bo'la oladigan, akavirmi bo'la oladigan odam. Uch podshohlikdagi mushavirlarni rad etib qolsa, bu odam 5 ning ichiga kira oladi. Nəhayət iqtidarlıqda. Çünki bununki ən noç iqtidar nima desa, başqalarının qalbini düşünə alaydı. Yəni başqalarınınki psixikasini düşünə alaydı, psixikasini hücum qila alaydı. Bununki gap bilan qoyil qilish usulimi nəhayət yaxşı bununki. Nurg'un kishini o'zininki pasiballar bo'lsin, o'zining cho'nglar bo'lsin, gap bilan qoyil qila alaydı. Nimishqa psixikasiga kira alaydı. Endi bu Jashuyning qilgan ishlari, zodi qanday ishlarni qilgan degan vaqtda bu birinchi bo'lib Li Jue Gozini qutqizib qolgan. Ya'ni Dongzhou o'lgandan keyin Wang Yun Li Jue Gozini o'ldirib etmoqchi bo'lganda bular hamma ishini tashlab qochib ketmoqchi bo'ldi. Ammo mushu vaqtda Jashuy bularga aql ko'rsatib, agar hozir qochib ketsanglar, sizlar odatdagi bir kishilarmi, odatdagi fuqarolarmi, odatdagi cheriklarmi yo'q tutalaydi. Ammo biz qo'shinni yig'ib ordu hujum qilsak, biz hammani egallayalaymiz deydi. Ham degandek Jashuyning gapiga kirib, Li Jue Gozi o'rniki eng chong huquqdori aylandi. Biz buni oldingi filmlarda so'zildik bularning ishizlarni. Keyin bular ikkisi azarlashib qolgan vaqtda Jashuy o'ttirg'i tushib, bularningki azarlashib qolgan ishlarini tugdi. Ya'ni oldingi filmda dal mushu to'g'ri so'zildi. Keyin Jashuy yana qanday ishlarni qildi degan vaqtda shu Jangshu deydigan bir sanog'im bor. Sov bilan tirkishib qolgan vaqtda shu Jashuyninki yordamida bu Jangshu o'zining kuchli Sovni mag'lub qildi. Hatto tas qoldi buni o'ldirib etgan. Keyin yana shu Jashuyninki yordamida Jangshu Sovninki sanog'iga aylanadi, ham nihoyat kuchli sanog'im bo'ladi. Endi Jashuymi buning qo'shilib Sovga mushavir bo'lgandan keyin shu Sovninki taxt varisi, ya'ni Sovpininki o'ltirishiga Jashuy ajoyib ko'p kuch ko'rsatdi. Bo'libmi shu Sov o'zining o'g'illari, ya'ni Sovpi bilan Sovji ikkisidan qaysisini o'zining varis qilishni bilolmay qolgan vaqtda Jashuy shu Sovpiga aql ko'rsatib, buningki podshoh bo'lishiga ajoyib cho'ng yordam qildi, to'yib ko'rsatdi. Shuning bilan Sovpi Sov o'lib ketgandan keyin Jashuyni nihoyat e'tiborlab ishiltdi. Demak, bu Jashuy ga mundaqchi aytganda qarishishib qoldigan odam emas bu. Jashuyni terik turib qo'yib bo'ldigan odam emas. Agar Jashuyninki chishiga tegib qoldi, bu odam bir amallar bilan buni nihoyat zaharlik holatda o'ldirib o'tdi. Shunga buningki zaharlik mushavir deydigan bir nom bor. Ham Jashuyninki yana bir iqtidori biz boy degandek nihoyat kamtar. O'zini ko'rsatmaydigan yerda asosan ko'rsatmaydi. Eng muhim vaqtda o'zini ko'rsatadi. Biz boy misolga olgan shu vaqtlarda bu shu birla amalni ko'rsatadi. Unda kunda to'xtamay amal ko'rsatib turmay tarqanda qishqa. Eng cho'ng'a, eng muhim ishlarga amal ko'rsatadi, boshqa vaqtda o'zining ishini qilib kar yo'q qo'yadi. Savsaning yeniga alib kelgan vaqtimi bu nihoyat uzungacha hech qanday amal tadbir ko'rsatib bermaydi. O'zini nihoyat kichik bel tutadi. Nimishqa? Chunki boshqalarningki uningga ziyonkashlik qilib qo'yishidan ansirab, shuningdan panohlanish uchun demak o'zini ko'rsatmaydi. Asta-asta o'ziningki qadamini chingitib olgandan keyin ondan o'zini ko'rsatishga boshlaydi. Shunga uch podshohlikda o'zini qo'g'dash ajoyib mayir. Boshqalarni qaslashgimi eng mayir mushavir Jashuy desak, buning nomi hargiz ortiq ketmaydi. Unda qo'z do'stlar, Jashuy to'g'riliq mushunchilik so'zlab turli. Keyingi filmlarda
biz yani Jashuninki nurg'un ko'rsatgan tuhfalarini ham iqtidorlar to'g'riliq to'xtalamiz. Agar uch podshohlikdagi texim ko'p mazmunlarga, texim ko'p igilik tiklash, jahondorchilik, kishilik munosabatga oid mazmunlarga qiziqsanglar, ostidagi men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni anglasanglar bo'ldi, ostidagi ulanini bossanglar dars chiqadi. Agar shu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganishni, so'zlash qobiliyatini oshirish, o'zini ifodalash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, izdan nutq risolasi birlashtirilgan bizning 6 oylik nutq o'rganish darslariga qatnashib baqsanglar bo'ladi. Sistemalik holatda so'zlash qobiliyatingizni oshira olasizlar. Agar buning ehtiyojinglar bo'lib qolsa, ayrimxonaga uchur qilsanglar bo'ladi.